Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, yurtdoshlar yaxshimisizlar? Sog'ligingiz yaxshimi? Yana bugun biz 15-dekabr kuni Bek kafega keldik. Bek kafeda har xil ovqatlar bor ekan. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Tashakkur. O'rtoqlar, yana 3-somsalar bor, bera kelsangizlar, yana dahshat. Somsasına gap yo'q ekanlar ekan. Bera kelsangizlar, issiq, svejiy somsalardan ham yeysizlar. Shashlikda aytmaysizlarmi? Patriga kabob hammasi bor ekan. Bular hammasi Bek kafeda. Ko'p para verasizlar yana. Kamil aka, yaxshi o'tirdik yana. Ajoyib Bek kafe birinchi kelishimiz, lekin juda ham davolam bo'ldi. Ovqatlarına gap yo'q, xizmatlarına gap yo'q. Ofisantlar juda xushmuomala, o'z vaqtida yugurib keladi nima desang ham, hammasi yaxshi, ovqatlar ham yaxshi. Eng asosiysi bahosi juda ham kisabot ekan, karmondor ekan. Yaxshi. Hammangizga shu yerda rekomendatsiya qilaman. Kelib ovqatlaninglar, juda ham yaxshi ekan. Bizning ko'nimiz topdi bu yerdagilar. Issiqqina ovqatlar vaqtida pishgan, tayyor, qizdirib berilmaydi hech qanday. Shu vaqtda o'zida tayyorlanadi ekan. Shu yer bizga yoqdi. Aniq axa, yolg'on guring yo'q. Yolg'on guring yo'q. Juda ham yaxshi, zo'r. Hammasi. Gap yo'q. Bo'ldi. Qan, Kamil aka. Ajoyib, yaxshi, Muhammad akamiz yaxshi telefondan nima aytib turibdi, Yelatda. Endi hammasi mayli yerda arqa oshxonalar ham bu yangi oshxona ham sifat ham zo'r, xizmatlar ham yaxshi ekan. Ma'qul, yaxshi. Yaxshi, rahmat. Davron aka, nechik Bek kafening nalari bo'laman ekan? Ovqatlari nechik? Narsaga gap yo'q, xizmat turganlarga ham gap yo'q. Ovqati, xizmat turganlari, shoshligi zo'r hamma sharoiti. Xudo bilan shu yerda o'tirib chiqdim. Xizmatlarning hammasi zo'r. Elotdoshlarga, yurtdoshlarga tavsiya berasizmi? Hammasini tavsiya beraman. Bek kafe zo'r. Gap yo'q. Svejiy hammasi. Xizmatning ham gap yo'q. Молодец, xizmat bergan. Bek kafeni ochib qo'yganlarga rahmat hammasini. Hammasi haqqani, yolg'on guring yo'q. Haqqani hammasini. Молодец. Ochib qo'ygan Bek kafening xodimlariga rahmat. Xizmat ettirganlarga ham rahmat hammasini. Rahmat. Sog' bo'lsinlar. Rahmat. Ina Bek kafeda tandirga tovuqlar ham bor ekan. Kilosi 75 ming so'mdan kelaverasizlar. Bayramda ina oilangiz bilan yemaga dumajoyib zo'r. Hozir biz yeyib ko'rdik, o'ta zo'r. O'rtoqlar, shunday shashliklar ham bor ekan. Donasi 14 ming so'mdan kelaverasizlar. Svejiy go'shtdan bo'lgan 90 gram har bir cho'g'inda. Yana bunday kusochli shashliklar ham bor ekan. Bularning donasi 25 ming so'mdan. Bayramda oila bilan o'tirib yemaga dumzo'r go'shtdan kelaverasizlar. Mana katta emas. Oilaviy kelsangizlar ham, sinfdoshlar bilan kelsangizlar ham o'ta zo'r. Bayramda yana shirinliklar ham bor ekan, har xilidan. Donasi 10 ming so'mdan. Kelib yeyishingiz ham mumkin, uylaringizga olib ketishingiz ham mumkin. Bu ajoyib. Bulardan hammasi Bek kafeda. Bek kafeda o'rtoqlar 20 xil ovqatlarimiz bor ekan bu yerda. Har xil turli assortimentlar, ichimliklar xili. Hozir bu yerda yana aytganlarimizdek zal bor ekan. Tug'ilgan kun, dunyolarga bayramda oilaviy kelib o'tirishlaringiz, sinfdoshlar bilan o'tirsangiz da bo'ladi. Hozir birgalikda ulardan sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Zalda atmosferasi ham o'ta dahshat. Bayram oldi, yana yangi shukuhi kirib kelgan. Mana bu yerda bemalol 50 odam siyada kelib o'tirib, yeb ichib, o'yin kulga yetib ketishlaringiz mumkin. Mana o'rtoqlar, bu yerda yine sinfdoshlar o'zlari, sinfdoshlarmi ya? Qarindoshlar. Ko'cha tashkilchilar ekan. Bayram etib o'tiribdilar. Hozir yine yaqqan bo'lsa yaqdi deydilar, yaqman bo'lsa yaqmadi deydilar. Hozir bularning bir suhbatini olamiz endi. Ayting qani? Teşkil, üstüne teşkil. Ketmeseye kendiniz. Ovqatlarından gap yok. Bek kafede katta rahmet işçilerine, iş başlavchilarına, işlerinin ünümüne versin. Hem avukatlarından
Yetkapmin vaxtında yetkazib berib turibdilar. Yaxshi, sifatli, mazasından gap yo'q. Xizmatlari zo'rmi? Kelgimiz keladi. Xizmatlari zo'rmi? Xizmatlari ajoyib. Ne gerek, ne olur kendisi tek sorup tuttular. Hemmesini becanıdır kol kökslerinde kütüp alıp etkelip tuttular. Katta rahmet. İşlerinin önemine versin, ruvacını versin. Bize üçün hem yaxşı oldu. Yakından hem dalı, kıynalı birimiz. Uzak emez, şu neleri bizlere konuşalım. Birinchi kelishdingizmi yoki Yok, köp geldik böyle. Bize her ayda gelemiz. Her ayda 15'inde teşkil. Her ayda 15'inde. Ayda teşkili. Yaşlıya yok. teşkili bu. Ecel teşkil etmemiz şimdi köçenin hatırları yıllarımız. Ama bir kambiye gep yok. Malades Rahmet. gibisine rahmet. Rahmet. İşçiler teşkil etmenine Allah. Sağ olsun. Renkleri köpeğe versin, keleverine. Keleverge Gep yapılar. yok. Aytgan Bizler so'zim. hem işe şurada sınıftaşla teşkilimiz hem şurada ecel koptuk. Gep yok o katlarımız. Yaxshi. Yengeler yaşıktı var. Rahmat sizlar ham bayramlar yaxshi. Yaxshi rahmat. Kapıya geldik. Yaşı ve tazlaşıp deken. Şimdi Ahmet. Stovyelerin hemmesi yaşı avukatları yaşı zor. Yapıyor. Hani şu ne oluyor mu? İşlerine duaç. İlk kapının. 3 günde 4 günde şöyle bize burada başlıyor. Nasıl yeterli? Hemmesi yeterli. Acayip hemmesi. Yapıyor. Bir kafeye hayatta da yaptıramiz. Aydi historiyaları, aydi yaxshi yeb ichib, dam olib, Acayip tertemiz insan, acayip. hamma joyi ajoyib zakoyli. Ortalar Bek kafeni ko'rdingizlar, usloviyalarini, sharoitlarini, ovqatlarini har xil bor ekan, 20 xildan ortiq ovqatlar bor ekan. Mana ko'rganlaringizni birgalikda ko'rib chiqdik, zallari bor ekan. Bu Bek kafe nerede joylashgan desangizlar, o'zlarimizning Bag'ot tuman O'g'izrobod qishlog'ida, ya'ni avvalgi kommunada. Mana oldinda 5-son oilaviy poliklinika bor. Bu yerda Nihol to'yxonasi bor. Urganch Qazariq yo'lini ustida Nihol to'yxonaning qiblasi. Bu yerda oilaviy poliklinika. Shuning bilan videolarimizni yakunlaymiz. Sog' olasizlar, salomat olasizlar. Bayramlarda yaxshi o'tiringlar. Bayramda kelib, shu yerda yeb ichib ketsangizlar bo'ladi.